Bizda ustoz bilan suhbat rubrikasi nishonimizda Murodjon ustoz. Assalomu alaykum ustoz. Assalom. Ustoz yaxshimisiz? Siz? Sizga savollarimiz bor edi. Albatta, bemalol. Bo'sh vaqtlaringizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Xo'p, bizda aslida bo'sh vaqt topish muammo, lekin shunda ham agar bo'sh vaqt topib qolsak, inglizcha hikoya o'qishimiz mumkin yoki shu ko'pchilik qatorida telefonda vaqt o'tkazamiz shu. Keyingi savol. O'tgan oyda natijalar ko'rsatkichingiz qanday bo'ldi? Xo'p, bizda asosan General English bo'lganligi uchun o'quvchilarimiz bilan etapdan etapga, ya'ni level up imtihonlarga tayyorgarlik ko'ramiz biz. Shuni ustida ishlayapmiz, Xudo xolasa. Ingliz tili o'qiydigan o'quvchilarning eng yomon xislatlari qaysi deb o'ylaysiz? Xo'p, ingliz tili o'qiyotgan o'quvchilarda xatolardan eng kattasi va eng muhimi, ular so'z yodlashadi, lekin ana shu so'zlarni hayotga tatbiq qilish, ya'ni og'zaki nutqida yoki yozma shaklda ifodalashga qiynalishadi. Menimcha shu ularning eng katta xatosi deb o'ylayman. Ustoz, o'zingizga yoqmaydigan xislatlaringiz bormi? Hop, menimcha o'quvchilar ham juda yaxshi bilishadi. O'quvchilarga vazifa berganimdan keyin agar ular belgilangan muddatgacha ana shu vazifalarni topshirishmasa, ularga men qattiq jazo berib qo'yishim mumkin va ana shu qattiq jazo qo'llashim meni yomon xislatim deb o'zim hisoblayman. Ingliz tilini endi boshlagan o'quvchilarga nima maslahat bera olasiz? Ingliz tilini endigina boshlayotgan o'quvchi bo'lsangiz, siz yaxshilab eshitib oling. Mana shuni ingliz tilini yaxshi o'zlashtirishni maqsad qilib qo'ydingizmi, bu yo'ldan aslo chekinmang. Agar chekinsangiz yoki yo'lda tashlab ketadigan bo'lsangiz, qaysi bosqichdan o'ta olmasdan yoki qiyinchilikka duch kelib, siz qaytganingizda qachondir buni baribir o'qiysiz ingliz tilini, lekin ana o'shanda vaqt kech bo'lishi mumkin sizga. Rahmat ustoz, vaqt ajratganingiz uchun.